Allohga har doim shukrona daftarimga yozaman, shunaqa har doim mana shu yangi opa-singillar orttirsam. Ya'ni mana shunaqa ustozlarim, Muhiba ustoz, Xadija ustoz, mani mahkam ushlagan Shahboz ustozimga kattakon minnatdorchilik bildiraman. Va boshqa hammalar bizdan oldingi boshlaganlar hammalar albatta bizlar ustozimizsizlar. Boringlarga shukr, hammalar ishinglarga rivoj tilayman. Sog' salomat bo'linglar. Shu berilgan fursatdan foydalanib men Xadija ustozimga o'zimni kattakon chuqur minnatdorchiligimni bildiraman. Alloh rozi bo'lsin bu insonlar. Menga erinmasdan shodan uzoq masofadan Farg'onadan kelib dars o'rgatib ketganliklari uchun Alloh rozi bo'lsin. Men mana shu ayolni nima bilasizlar, men apparatimni qaytarib bermoqchi bo'lganman haqiqatdan ham. Men kelganimda mana shu Siroyaxon ustozlarni gapirganlari menga zo'r motivatsiya bo'lgan. Qachon uyga boraman, shularni aytganini men qachon uyda takrorlayman degan narsa bo'lgan. Uyimga borib, keyin o'shalar aytgani bo'yicha biznes yuritganman. Mana shu insonlar tufayli Allohga behisob shukr, Alloh o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasdan 3 ta bolamni, mana qizimni uzatdim, 2 ta o'g'lim bor. Yaxshi qiynalmasdan mana o'g'limga mashina olib berdim. Mana shu o'tgan seminarda kelganimda shu yerda bir joyda o'tirman, Muhiba ustoz yonida o'g'lim menga yozyapti, "Oyi, mashina oldim." deb rozilik so'raganda, "Xo'p" degandim. Mana shu ishimni, kasbimni ketida kutilmaganda may oyida keldim, hech narsasiz, lekin sentyabr oyigacha men o'sha o'g'limga mashina olib berishga erishdim. Alhamdulillah. Nima demoqchiman? Yangi boshlagan biznes hamkor qizlarga qo'rqmanglar, qadamni olg'a bosinglar. O'zingizlarda ichki ishonch bo'lsin. Avvalambor o'zingizlar oilangizda qo'llaylar. Men kecha farzandimda qo'lladim, o'zimda qo'lladim. O'zimda ham ancha sog'lig'imni siqilishlar tufayli muammolar bor edi. O'zimda farzandimni ko'rganimdan keyin aytdimki, "Ey, bu shunaqa mo'jiza narsa ekan-ku" dedim. Allohning qudratini qarang. Men o'zimda ichki ishonch bo'ldi-da shu narsa. Keyin kelgan bemorimga qo'rqmay tavsiya qiladigan bo'ldim. Qo'rqmasdan lechinaga oladigan bo'ldim. Hozir shunaqa kelganlar gapirsam-chi, boya aytgandek gidrovanni qo'yib qo'yaman, ma'lumot beraman. Bu nima qiladi? Mana uyimdagi ham qaranglar. Uyimda men lechina boshlagandan keyin meni mana shu Bo'stonliqda o'sha obro'li nufuzli klinikalardan Roshan aka shu yerga ishga chaqirganlar. Bo'stonliq tumanida hozir ham shu yerda Sintezbida klinikasida ginekolog bo'lib ishlayman. Uyimda qolgan ham nevropatolog, ginekolog hamma soha bo'yicha uyimga kelinglar. Ammo bu yerda faqat ginekolog, ya'ni bolalarda o'sha parazit to'kish bo'yicha ishlayman deb kelgan onalarga tavsiya qilaman. Allohga behisob shukr, mana shu 2025-yil dekabr boshida 2 ta ona kirdi, menga bitta farzanddan qolib ketgan. O'sha onalarga men farzand quvonchini nasib ettirdim. Chaqaloqli bo'lishadi, xudo xolasa mana shu 2025da eng katta yutuqlarimdan. Juda har doim onalarni maqtovlarini eshitib xursand bo'lganda har doim Allohga shukr qilaman. Mana shu Shahbozi, Xadija ustozi menga uchratgani uchun hammalar ishinglarga rivoj, omadinglar bersin. Mana shu ustozlar ketdan boshlab bizga nasib etsin. Ustoz, rahmat sizga kattakon. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, boringizga shukr. Har doim saqingizga duodamiz. Salomat bo'ling. Arzimas bo'lsa ham mana shu sovg'a siz uchun. Apparatda o'tgan yili qaytib beraman deb 2-3 marta qaytarib, uylariga kelib o'rgatsam ham apparatni qaytarib chiqqanlarida juda bizda hech qachon apparatni qaytib olgan holatimiz bo'lmaganda, qanaqa qilib ishini yuritishni bilmadim. O'rgatyapman, lekin ishni yuritishda oxiri keyin shu klinika bilan shartnoma teng sheriklikka ishlashga ko'ndirdik. Klinika bilan birga ishlashgandan keyin ishlari yurib rivojlanib ketdi-da. Qaysidir hamkorlaring o'zi yuritgani ozgina qiynalayotgan bo'lsa, yaqin atrofdagi klinikalarga teng sheriklikka ishlashga yo'naltiringlar. Bu muqaddam opamdan keyin juda ko'p hamkorlarim bor edi. Hozirgi kunda bir 6 ta 7 tasini shu ishni yuritganman. Ular ham yaxshi klinika bilan birga klinikani mijozlarini apparatda davolaydi. Apparatdan norozi emasda, minnatdor. Shuni yo'lga qo'yinglar sizlar.